Har doim SMSlashib yuradigan bitta подписчигim bir kun menga yozib qoldi. Mazza, sizga havasim keladi. Mazza qilib uborkalaringizni qilasiz. Bizani uyda shunga qo'yishmaydi deb yozibdi. Qanaqasiga uborka qilsa qo'ymaslik mumkin deb hayron bo'lgan smaylik tashlasam, ular yozibdilar. Agar haftada bir marta pastellarni yechib almashtiradigan bo'lsam, gap eshitaman. Nimaga almashtirasiz? Bir haftada ham yuvasizmi? Yuvurib hamma kirlarni oqartirib, dabdalasini chiqarib tashlaysiz deb urishadilar. Yana bolalarimni o'zim oldimda qarg'ab turadilar. Shunday eshitiladi, bolalarimni xonadan olib chiqqim kelmaydi. Qiz bola bo'lgani uchun juda ham xafa bo'lib ketaman. Qizlarim ham doim nimaga bu bizani qarg'ayveradilar, oyi deb savol berishadi deb yozibdilar. To'g'risini aytsam, men g'alati bo'lib ketdim. Sababi meni yon atrofimda, uyimda bunaqa narsalar bo'lmagani uchun menga erishdi yo'llar. Rostdan ham shunaqa qaynonalar hali ham bormi? Masalan, oldin ham bo'lmagan deb o'ylayman, lekin bunaqa qanaqa qilib o'zini farzandini qanaqa qilib qarg'ash mumkin? Ish qilganda qanaqa qilib qilmen deyish mumkin? Shunaqa stresslar ishlatsam yoqtirmaydilar. Ko'p ketib qolyapti, o'g'limning puli deb o'ylashadi deb yozibdilar. Dash parashularni ham ko'p ishlatmaydi deb aytadilar deb yozishibdi va hayron bo'ldim. Sizlar ham shunaqa oilalarni eshitganmisizlar? Aziz, doim nima deyasiz deysizlar? Men sizlarga ko'rsatib berdim. Veleda gubkalari va trapkasi bilan shunaqa top-toza qilaman va albatta Bavi.